Anlavatqınınız dünyavi məşhur əsər Graf Monte Cristo. Avtori Alexander Dumas. Tərcümə qılğuchi Fərhad Çilan. 1-ci bab. Kema Marselga qaytib keldi. 1815-yili 27 fevral günü Notre Dame de Lagarde'ның күзетçisi Semirnadan chiqib, Trista va Neapollarni kezib o'tgan 3 mashtaliq Fir'avon nomli kemaning yiqilishib kelayotganligini ko'rdi. Xuddi har qitimqidekla port yo'l boshlig'uvchisi shu hamon kuzatish pashtiqidan ayrilib, Ev qalasidan yandab o'tdi va Morjion Tomishqi bilan Reon orlining orliqida kemaga chiqdi. Shuning bilan bir vaqtda odat bo'yicha Sen-Ioan qo'rg'onining maydoni tomoshabinlarga to'ldi. Chunki Marselda kemaning portga kirishi doim cho'ng voqea bo'lib hisoblanadi. Bo'libmi Fir'avnga o'xshash qadimki Fokiyaning kemisozlik korxonalarida yasab qurashtirilgan, uning ustiga mushu shaharlik xo'jayinga mansub bo'lgan bu kema kishilarning diqqat e'tiborini texmo bakrak jalb qiladi. Kema asta-asta yaqinlashmoqda edi. Bu kema Kalasadin va Javrus orollarining o'ttirsida qachondir bir zamonlardagi vulqon portlashidan vujudga kelgan bo'g'izdan apchilik bilan o'tdi va pomigni agib o'tib portga yiqilib kelmoqda edi. Kemaning o'ttiri machchasidagi ustunki yelkan, oldingi machchadagi uchburchaklik yelkan va cho'ng yelkan keng yeyilgan. Lekin bu kema shundoq asta va ruhsiz bir ko'rinishda keladiki, tomoshabinlar ixtiyorsiz holda bir kelishmaslikni his qilib, nima voqea yuz berganligini taxmin qilolmay xotirjamsizlanadi. Har holda tajribali kishilar shuni aniq ko'rishdiki, har nima bo'lsa-mu bu kelishmaslik kemaga munosabatlik emas edi. Chunki u yaxshi boshqarilayotgan kemaga munosib holda kelmoqda. Langar tashlanishga tayyor holatda edi. Suv chunqurligini o'lchash asboblari tushirilgan. Port yo'l boshlig'uvchisi Fir'avonni tarchuq kirish eg'izi orqali Marsel portining pashtiqi yiniga keltirishga hozirlanmoqda edi. Yo'l boshlig'uvchining yinida chabdas va o'tkir bir yosh kemaning har bir harakatini nazorat qilib va yo'l boshlig'uvchining har bir buyrug'ini takrorlab turadi. Kishilar ixtiyorsiz cho'lg'ib olgan xotirjamsizlik tuyg'usi tomoshabinlarning ichidan biraylarga bakrak ta'sir qildi. Bu kishi kemaning portga kirib kelishini kutib turmasdan bir qo'lboqqa sakrab tushdi-da, Fir'avonning oldiga qarab haydashga buyurdi. Hamda qo'lboq rezerv qo'ltiqining qarshisiga kelganda kemaga yondashdi. Yosh dengizchi bu kishini ko'rgandan keyin yo'l boshlig'uvchining yenidan bu yoqqa o'tib, shlapsini beshidan oldi-da kemaning yon chetiga kelib to'xtadi. Bu 18-20 yoshlar chog'masidagi egiz bo'yliq, qomatlik, chiroyli qora ko'zlik va qunduzdek qora sochli yigit edi. Uning butun turuq siyoqi bolalik davridan boshlabla xavf-xatar bilan kurash qilib odatlangan insonlarga xos xotirjamlik va jasurlikdan dalolat beradi. "Oy, ha! Ey, bu sizmi Dantes?" deb baqirdi qo'lvaqtdagi kishi. "Ya nima vaqa bo'ldi? Nimaga bunchalar poch kiyib ketdinglar qazinglar?" Cho'ngbaksik yuz berdi Morl efendi, deb javob berdi yosh yigit. Xususan men uchun cho'ngbaksizlik. Chivita vikida biz qadrli kapitanimiz Leklardan ayrilib qoldik. Lek nima deyotgandi baba? Molcho, mol. Kema xo'jayini aldirab so'radi. Mol to'liq Morl efendi. Bu jihatda mamnun bo'lishingiz mumkin deb o'ylayman. Shu afsuski shu bechora kapitan Leklar. Ha, nima bo'ldi unga? deb so'radi xo'jayin. Ya bizning qadrli kapitanimizga nima bo'ldi? U vafot bo'ldi Morl efendi. Ha? Yo, kemadan yiqilib suvga tushib ketdimi? Yo'q. O nervi qizitmasi bilan og'rib dahshatli azobchida qazo topdi, dedi Dantes. Shundan keyin u kemadagilarga burilib baqirdi. "Ey, hammalar joy-joylar turinglar, beringlar. Langar tayyor qilinsin." Kemadagilar buyruqni bajo keltirdi. Kema aklini tashkil qilgan 8-10 matros darhol harakatga kelib, ba'zilari cho'ng yelkan arg'amchilariga,
Ba'zilari uchburchaklik yelkan bilan ustunki yelkanning og'amchilariga, yana ba'zilari yelkan og'amchilarini yig'ish va yo'gash asboblariga qarab etildi. Yosh dengizchi ularga bir qo'l ko'z yugurtib chiqdi-da, o'z buyruqining o'rinlanganligini ko'rib, qaytadan o'z so'kpatdishi tarafga burildi. Ha, Dantes, bu baxtsizlik qanday sodir bo'ldi? deb so'radi xo'jayin, uzilib qolgan so'kpatni yangi boshdan boshlab. Bala qaza ko'rinib kelmas, putqulni sangiltib degandek ishi bo'ldi Morl apandi. Portning boshlig'i bilan uzoq so'zlashgandan keyin kapitanliklar Neapoldan kuchli hayajonchilik yo'lga chiqqan. Bir sotkidan keyin uning qizitmasi o'rlab ketdi. Shuning bilan 3 kundan keyin qazo topdi. Biz uni qoida usulliq dafn qildik. Endi u matog'i o'rilib, bosh va oyoqlariga to'p o'qlari isilgan holda Deljilo orlig'i yaqin bir joyda dengiz tagiga cho'kib yotmoqda. Biz uni tulqagan rafiqasiga kapitanimizning kirisini va shamsini akib oldik. Oxirda yigit qayg'uliq tabassum bilan qo'shib qo'ydi. U ingizlar bilan 10 yil jang qilgan bo'lsa-mu, oxiri kelib mushta odatdagi bir odamdek karvat ustida jon uzdi desa. Ilojimiz qancha Edmon, iloj qancha, dedi xo'jayin. Uning bag'on siri xotirjam bo'layotganligi ko'rinib turadi. Biz hammamiz o'lamiz. Qayerlar yoshlarga o'rin bo'shatib berish kerak-ku. Unda qo'maganda hamma narsa o'z joyida qetib qolgan bo'ladi. Demak, siz aytgandek, mol saqma. Morl apandi, barliq mol mulkingiz to'liq. Men sizga kepillik qila olaman. Meningcha siz bu moldan oz deganda 20 ming franklik foyda ola olasizmi-ki? Shu asnoda u Fir'avonning dugilak munar yenidan o'tib bo'lganligini ko'rib vaqirdi. Ishtok yelkan, cho'y yelkan. Hey, ishbijak yelkan. Shu tayyor qilinsin. Langar tashlashga tayyor qilinsin. Buyruq harbiy kemiklarga o'xshashla tezlik bilan o'rindaldi. Yelkan tanlari bo'sh tursin. Hey, ay yelkanlar yig'inglar. Oxirgi buyruq berilishi bilan yelkanlar tushirildi va kema o'z inertsiyasi bilan bilinar-bilinmas tarzda asta uzishni davom qildirdi. Morl apandi, endi kemaga chiqishni loyiq ko'rmabsiz, dedi Dantes, xo'jayinining taqasinib turganligini ko'rib. Mana sizning buxgalteringiz Danillar apandimi o'z bilimisidan chiqib kelyotdi. U sizga zo'r bo'lgan barliq hisobotlardan ma'lumot berdi. Ma'mdit berib langar tushirishni va motam belgilarining talabini qilay. Taklif qilaverishning hojati yo'q edi. Xo'jayin Dantes tashlab bergan yo'g'on arg'amchini mahkam tutib oldi-da, kemining ko'pingi yon yog'ochlariga maqlangan to'mir baldamchilarga dassab, har qanday yosh dengizchini qoyil qilgudek epchilik bilan yomishib yuqoriga chiqdi. Dantes bo'lsa o'zi Daniylar deb atagan yilqi kishiga so'zlashish fursati berib, avvalgi o'rniga qaytib ketdi. Darvaqa yilqi kishi o'z bo'limisidan chiqib, Morlning oldiga kelmoqda edi. Bu 20 yoshlar chamisidagi kishi bo'lib, ko'rinishi xilala so'rin. Boshqalarga xoshamat qo'y, qo'l ostidagilarga qo'pol edi. Ana shu sababdan bo'libmi matroslarning shuncha jiniga tekkan buxgalterlik mansibi uchun kema xodimlari bu kishiga qanchalik o'sh bo'lsa, aksicha Dantesni shunchalik yaxshi ko'radi. Shunda qilib, Morl apandi, dedi Daniylar. Bizga duch kelgan baxtsizlikdan xabar topgansiz? Bechora kapitanliklar, bu haqiqatan qaysar ham vijdonli odamda. Endi qanday qilamiz, ne ilojimda? Eng muhimi, u osmon bilan dengiz orlig'ida umrni o'tkazgan kamolatlik dengizchi. Darvaqa Morl va uning o'g'li nomli bu cho'ng shirkatning manfaatlari ishonch qilib topshirilgan odam ana shundoq bo'lishi kerak-ku albatta. Shundaqmi? deb javob qaytardi Daniylar. Menimcha, dedi xo'jayin, kemini to'xtatish uchun qolay o'rin tanlayotgan Dantesni ko'zitib turib. Siz aytgandek peshqadam dengizchi bo'lmagan holdimi, shuning o'disidan chiqish mumkin ekan-ku mana. Mana do'stimiz Edmond kemni shuncha moyillik bilan boshqurdiki, buningga boshqalarning qo'shimcha yo'l yo'riqlari ehtiyojli emasdek ko'rindi-ku. O'g'il shunday hamda deb
javob berdi Daniylar. Nafrat ushqunlari chaqnab turgan ko'zlari bilan Tantisga qarab qo'yib. O'sha, lekin yoshlik va o'zbeshimchilik bu. Kapitan o'lishi bilan u hech kimning bilan fikrlashib ko'rmasdilar. U qo'mondonlik huquqini o'z changiliga oldi bu. Shuningdan keyin Udullo marshalga qarab yo'llanmasdan Elbarlining yanida 1,5 kun vaqtimizni behuda o'tkazishimizga majbur qildi emasmi? Qo'mondonlikni o'z ustiga olganligi, dedi xo'jayin. Kapitanning yordamchisi bo'lish puti bilan o'z burchini ado qilganlik bo'lib hisoblandi. Lekin Elba dedingizmi? Elba Arlining yanida 1,5 kun vaqtni bekorga o'tkazib o'tganligi bu toza to'g'ri bo'lmabdi. Agar kema remont qilinishga muhtoj bo'lmagan bo'lsa, ya kemida hech qanday chatoq yo'q Moril apandi. Uning 1,5 kunni bekor o'tkazganligi butunlay o'zining tantakligidan quruqlikka chiqib tomosha qilish hajli bo'lgan emasmi? Dantes! Ey Dantes! Boyoq keling ha? Deb chaqirdi xo'jayin yigit tarafga burilib. Po'qilang taqsir, dedi Dantes. Bir minutdan keyin xizmatingizga hozir bo'laman. Birdan taqiq turing. Keyin u kema xodimlariga qarab buyruq berdi. Langar tashlansin! Shu ondala langar tashlandi va zanjir yo'ldirilgan peticha suvga ishqirlab tushib ketdi. Yo'l boshlig'ining ish ustida turganligiga qaramay, Dantes bu eng oxirgi harakat tamomlanguncha o'z o'rnidan ayrilmadi. Keyin u yana baqirdi. Kema to'g'ri yerim tushirilsin. Bayroq tugun shaklida bog'lansin. Yelka yog'ochda chetilsin. Mana, ko'rdingizmi? dedi Daniylar. U o'zini kapitan chaqlab xalq qotdi bu tantak. Demasangizmi u kapitan-ku? deb javob berdi xo'jayin. Bundan. Biroq u texi sizning hamma sherikingizning tashqidan o'tmadi-ku Moril apandi. Biz uni kapitan qilsak, nima yomoni bor? dedi xo'jayin. To'g'ri. U yosh, lekin o'z kasbiga qizg'in va noit tajribalikda ko'rindi. Daniylarning abdi chiroyi xunuklashib ketdi. Po'qilang Moril apandi, dedi Dantes yaqin kelib. Langar tashlanib bo'ldi. Endi men xizmatingiz tayyor. Xatolashmasam, siz meni chaqirdingiz-ku deyman, Ibay. Daniylar bir ikki qadam keyniga chekinib turdi. Men sizdan so'rab boqay. Siz Elbarliga nima ishlan bordingiz? O'zimmi bilmayman. Men kapitan lektorning adoqi buyruqini o'rinlagan shu. U o'lish oldida menga bir lepapni berib, marshal Bertranga topshirib berishimni avval qilgandichu. Demak, siz uni ko'ribsiz deyman. Kimni? Marshalni. Moril atrofiga bir qarab qo'yib, Dantesni chatkirak tortib opardi. Imperator qanday turibdi? deb hayajonlangan holda so'radi u. Pamnishimcha salomat turibdi. Demak, siz imperatorning o'zini ko'ribsiz-da? Men marshalning uyidagi vaqtimda u shu yerga kirib qolgan. Siz uning bilan so'zlashdingizmi? Aniq aytganda, u men bilan so'zlashdi, deb javob berdi Dantes kulimsirab turib. U sizga nima dedi? Boshqa yo'q. Shu kem to'g'riliq, marshaldan chiqqan vaqtimiz to'g'riliq, bizning manzilimiz va yukimiz to'g'riliq surishtirdi shu. Men shundoq tasad keldimki, agar kema bo'sh bo'lib qolsa, mening ig'dorchiligimda bo'lgan taqdirda uning kemini setib olg'isi bordek qildi. Lekin men uning o'zining kapitan o'rniga tegib yangilik chiqqanligimni, bu kema Moril va uning o'g'li nomli savdo shirkatiga mansub ekanligini aytgan shu chog'da u, men bilaman, Morilla avloddan avlodga dengiz savdosidan shug'ullanib kelgan. Moril familiyasidan bir kishi men balansda turgan chig'imda bizning qo'shinga xizmat qiladi dedi. Durust. Xo'jayin xo'shallik ichida xitob qildi. Bu kapitallik unvoni bilan xizmat qilgan mening cho'ng akam Poliklar Morel
Dantes, siz onunla imparatorning uni qandoq yod etganligini so'zlab bersangiz, u qeri jangchining qandoq yig'lab ketilganligini ko'rsiz. Bo'pti. Xo'jayin yosh dengizchining yelkasiga do'stona ravishda urib qo'yib, so'zni davom qildi. Kapitalliklarning amrini ado qilib elbaga borganligingiz qo'ymi bo'pti. Biroq marshalga lipapni yetkazib berib, imperator bilan ko'rishganligingizni boshqalar uqib qolmasin-dimi? Dantes, sizmi bu ishga chetlab qilishingiz mumkinmi? Vaziyatni o'zingiz obdan bilasiz, nima? Men qandoqmi bu ishga chetib qilishim mumkin? Dedi Dantes. Chetma, kichik bola. Men hatto u lipapning ichida nima borligini bilmaydigan tursam, imperatormi mana shundoq savollarni berdiki, u boshqa har qanday odammi birinchi qitim ko'rishgan odamga shundoq savollarni berish mumkin-ku. Endi ijozat qiling. Mana bosh ishlar amaldori bilan Sayya Makkamizni tekshiruvchi xodimlar kelyapti. Ma'qul. Qayting bolam, qayting qadrlikim. Ey ras, Dantes, ish og'zingizdan chiqib qolmasin, bu qalli ketadigan. Qayting. Yigit yiroqlashib ketdi. Va shu Allah taniglar yiqilib keldi. Qandaq deb so'radi u. Ahvoldan qaraganda u Porto Fray o'g'in nima sababdan kirganligini tushuntirib bergan bo'lsa kerak, xo'jayin. Yaxshi tushuntirib berdik, qadrli taniglar. Unda bo'lsa yaxshi bo'pti, dedi taniglar. Bo'lmasa bir yo'ldoshining o'z vazifasiga mas'uliyatsizlik qilayotganligini ko'rganda ama kishining qalbi azoblangan emasmi, xo'jayin? Dantes o'z vazifasini ado qildi. Buningga aql sig'maydi. Shunaqmi? deb e'tiroz bildirdi xo'jayin. Kapitalliklar uningga elboda to'xtab o'tishni topshirgan ekan. O'z beshimchilik emas ekan. Ras. Kapitalliklar haqida bizga u sizga leklarning xetini berdimi? Kim? Dantischu? Mama? Yo. Qanday uningda xat bormi-ti? Kapitan uningga lipapdan boshqa yana bir parcha xat berganda qilyapti, deyman xatolashmasam. Siz qaysi lipapni da'votsiz eydinglar? Dantes Porto Fragoga olib bergan lipapni deyman. Dantesning Porto Fragoga lipap olib berganligini siz nereden bilasiz? Taniglar qizirib ketdi. Men kapitanning bo'lmasining bundoq oldidan o'tib ketayotganda uning Dantesga bir lipap va bir ayrim parcha bir xat berganligini g'ilpallam ko'rganda qantimchu. Ya men xato ko'rib qoldimmi ya? Ya, u menga bu haqda gap qilmadi. Lekin uningda xat bo'lsa menga berdi. Taniglar o'yinib qoldi. Unda bo'lsa Morlapandi. Dantesga bu haqda gap qilmasligingizni so'rayman. Balki men xato ko'rib qolgan o'xshayman, jumi? Dal shu chaqda yosh dengizchi qaytib keldi. Taniglar yana neriga o'tib turdi. Dantes azizim, qani, hozir vaqtingiz bo'shmi? Vaqtingiz bormi? deb so'radi xo'jayin. Shundoq Morlapandi. Ishlarni naqadar chaqqon tutkizib o'tgansiz, Bojgirlarga besilgan yukning tizimini topshirib berdim. Portdan yo'l boshlig'uvchi bilan yana bir kishini avatganka, qolgan hujjatlarni shu kishiga o'tkazib berib, shu tugdi ishlar. Unda o'zi bu yerdagi ishingiz tutibdi-da. Dantes atrofiga ko'z yugurtib chiqdi. Boshqa ishqu yo'q hamda hammasi o'z joyida, dedi u. Hamsi jurva. Bizni uyga berib tomoq yeydi. Morlapandi apu qo'ysangizni so'rayman. Oldi bilan men dadamning holidan xabar olishim kerak. İltifatingizga tashakkur. To'g'ri, Dantes to'g'ri. Men bilaman, siz otingizning yaxshi o'g'li. Dadam shu o'z yong'ul turda emasmi? Siz bilasiz? deb tilg'ulliq bilan so'radi Dantes. Dadam yaxshi tug'andi-ku? Yaxshi tug'andi deb o'ylayman, lekin yaqindan buyon uni faqat ko'rib boqmadim, yo men.
O doim shundoq uydan sirtqa chiqmay o'tirdi. Bu hol eng olmaganda siz yo'q vaqtlardami uning hech narsaga hayati tushmaganligini isbotlaydi. Dantes miyiqida kulib qo'ydi. Mening dadam sel bundoq hakavur nag'rur odam. U hatto hamma tarafdan tanit qolgan taqdirdami hech kimga yordam so'ramaydigan bir xuyi bor. Shunday qilib, dadingiz bilan ko'rishgandan keyin bizniki kelasiz, ha? Yana bir qitim apu qiling bor lapandi, lekin men uchun qadrlik bo'lgan yana bir aylan bilan ko'rishadigan ishim bor-chi. Voy. Esimda ko'tarilib qolibdi, asral. Katalan malisda sizni xuddi dadingizga o'xshash tashnalik bilan kutib turgan bir kishi, ya'ni go'zal Mercedes bor ekanligini yodimdan chiqarib qo'yibman emasmi? Shu Dantes kelib qo'ydi. Yaxshi bolalar emasmi? Mudodam, dedi yana xo'jayin. Men deyman, u qizning nima uchun bu yerda uda 3 qitim kelib bu yerga Firavon nomli kemining qachon keladiganligini surishtirib yurganligining tigiga endi yetyapman jumo. Edmon, tayyorlik ekansiz, ha? Sizning u oshingiz qolsizkan deyman, Edmon. U mening oshim emas, Jiddilik bilan so'zildi dengizchi. Men nikohlamoqchi bo'layotgan sevgilim. Ba'zida buning har ikkilisi bizga pop qoldi. Xo'jayin kulib ketdi. Biz uchun undaq emas, Javob qaytardi Dantes. Ma'qul, Edmon. Vaqtingizni olmayman. Siz mening ishlarimni shunda yaxshi salamjonlashtirib etdingizki, endi menmi sizning shaxsiy ishlaringizni o'rinlashtirib olishingizga vaqt chiqib berishim kerak. Sizga pul kerakmi? Yo'q, lozim emas. Mening 3 oylik safar ustiga maoshim to'liq saqlanib qoldi. Siz haqiqatan tartibli yigitchimi, Edmon? Mening dadam kambag'al emasmi, Morlapandi? Shundoq. Ben bilaman. Siz insofli bir bola bo'ldingiz. Dadingizni yeniga bering. Meningmi o'g'lim bor. Mubodo menmi uningdan 3 oygacha ayrilgan bo'lsam, uning men bilan ko'rishiga putli qashang bo'lgan kishiga bakmi xafa bo'lgan bo'lardim. Bering. Amsa, menga ruxsat qilasiz? Dedi yigit ta'zim qilib turib. Menga deydigan boshqa gapingiz bo'lmasa ketavering. Boshqa gap yo'q. Eras. Kapitalliklar vafot bo'lish oldida menga xat berganmi? U chog'da u xat yozolmaydi, ammo sizning bu savolingiz menga boshqa bir ishni eslatdi. Men sizdan 2 gaplik ruxsat so'ramoqchi. To'y uchunmi? Hem to'y uchun, hem Parijga bir berib kelishim uchun. Marhamat. Yukni tushirib bo'lishimizga 6 haftadak vaqt ketgidek. Demak, yana 3 oysiz dengizga chiqolmaymiz. Lekin 3 oydan keyin siz bu yerda bo'lishingiz kerak-ku. Xo'jayin yosh dengizchining yelkisini qiqib turib so'zni davomlashtirdi. Firavon o'zining kapitani kammisi safarga chiqolmaydi, jumo yigit. O'z kapitani? deb baqirib tashladi Dantes va uning ko'zlari xo'shallikda yaltirab ketdi. Ehtiyot qilibroq so'zlang Morlapandi, chunki siz hozir mening qalbimning eng cho'nqur qatlamadagi yo'shirin orzu umidlarimga javob berdingiz. Siz meni Firavonning kapitani qilib tayinlamoqchi bo'lyapsiz? Qadrdonim, agar men o'z oldimga ish boshqaradigan bo'lsam, sizga qo'limni sunib turib, ish tamom degan bo'lardim. Biroq o'zingiz bilasiz, mening sherikim bor odam. Siz italiyaliklarning kimning sheriki bo'lsa, shuning xo'jisi bor degan maqolni anglagan bo'lsangiz kerak. Shundaqdimi, har ishning 20 puti desak bo'ladi. Chunki ikki ovozning biri siz tarafda, hamda ikkinchi ovozgami ega bo'lishni men qo'yib bering. Morlapandi deb tolibatdi yigit. Ko'zlariga yosh olgan holda uning qo'llarini qisib turib, sizga otam va Mercedesning nomidan tashakkur etaman. Bo'ldi, Edmond. Sab vijdonli kishilarga arishdiki o'zi madad beradi. Dadingizning yiniga bering. Mercedes bilan ko'rishing, suyishing. Ondan keyin mening yinim qaytib keling. Qana? Men sizni qirg'oq yetkazib qo'yaman. Ya.
Ben bu yerda qilib, Daniylar bilan hisobotlarni ko'rib chiqishim kerak. Ada, siz safarda uning bilan birga bo'lishni yoqtiram degansiz. Hem yoqtiraman, hem yoqtirmayman. Bu qanday gap bo'lib ketdi? Yo'ldoshlik munosabatini aytganda uni yoqtirmayman. Bir qitim men uni bilan takalishib qolganda uningga Monte Cristo oralida 10 minut to'xtab, talash tortishimizni bir taraf qilishni taklif qilishdek aqlsizlikka yo'l qo'ydim. Shundan tortib u menga o'shmalik bilan qaraydigandek turdi. Men uning undaq gaplarni demasam to'g'ri bo'ladi albatta. U bo'lsa men bilan urushni rad qilib, haqiqatan oqilon ish qilgan. Endi shu buxgalterlik xizmatidan epaysak, uni hech nima deb ayblashga bo'lmaydi. Ehtimol siz ham uningdan rozi bo'lishingiz mumkin. Ha, qani, ayting ha. Deb so'radi xo'jayin. Agar siz Firavonning kapitani bo'lsangiz, Daniylarni o'z yoningizda qoldirishni xohlamsiz? Men mayli kapitan bo'lay yoki kapitanning yordamchisi bo'lay, Moral apandi, boshliqimning ishonchiga sazovor bo'lgan har qanday kishiga yuksak hurmat bilan muomala qilgan odam. To'g'ri, adansiz. Siz har jihatdan qaragandami intayin yaramliq yigit. Ha, bo'ldi, gap kutmayvermang. Endi qayting. Qarasam o'zingizni bakmi oldirab tursiz. Ha, qayting. Demak, mening ruxsat so'ragan vaqtimga ijozat berdingizmi? Yo'q, ketavering dedim-ku. Qadaq, yiz beramdim, ha? Yo'q, bo'ldi. Men sizning qo'lligingizni ishlatib olsam bo'lamdi. Voy, bahuzur. Olam? Ha, o'zingiznikidek ishlatavering. Xushvaqt bo'ling, Moral apandi. Sizga ming martaba tashakkur. Ha, xo'sh, Edmond. Ishlaringiz o'ng'ishli bo'lg'ay. Yosh dengizchi qo'lboqqa sakrab tushib, o'zi rolni boshqarishga o'ltirdi va Kanibir ko'chasi tarafga haydashni buyurdi. Ikki matros kuchab paloq urishga kirishdi va qo'lboq portdan toki Orlean matosigacha ichkira tizilib turgan kemalardan hosil bo'lgan tar orliqda mig'ildab yurgan qiyiqlarning orasidan imkoniyatning boricha chaqqonlik bilan uzib ketdi. Xo'jayin xushtabassum bilan toki u qirg'oqqa yetib borguncha keyindan qarab turdi va uning matodiki tosh yo'lga irg'ib chiqib, rangarang kiyingan yo'lovchilar to'pi ichida g'oyib bo'lganligini ko'rdi. Bunda rangdor kiyingan xaloyiq atdigan soat 5 dan toki kech soat 9 largacha bu mashhur Kanibir ko'chasiga saltanat beg'ishlab turadi. Shuning uchunmi hozirgi xoksiyaliklar bu ko'chadan shuncha faxrlangan holda eng jiddiy qiyofatda turib, o'zlarining ko'rang talaffuzi bilan shundoq deydiki, "Mabada Parijda Kanibir ko'chasi bo'lgan bo'lsa, Parijma mendaq Marsilga o'xshash kichikgina bo'lib qoladi emasmi?" Xo'jayin keyniga burilganda o'zining orqa tarafida go'yoki uning buyrug'ini kutib turgandek, amaliyotda bo'lsa o'ziga o'xshashla yosh dengizchiga nazar silib turgan Daniylarni ko'rdi. Afsuski, u bir kishining keynidan qarab turgan bu ikki odamning ko'zlarida aks etayotgan ishki tuyg'ulari g'oyat zo'r darajada bir-biriga o'xshamaydi.